Salom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Xo'p, dehqonchilik avjida, xudo xolasa. Bugun pomidorni yana chopgani chiqdim. Agar shu yerda aytib o'taman, kimnidir agar vaqti bemalol bo'lsa, oldindan pomidorlar bilan dehqonchilik qilib yurgan bo'lsa, pomidor eksa bo'lar ekan. Nimaga desalaring, pomidorni hozirdan sezyapman, nimasi mehnati ko'p ekan. Mana masalan, hozir ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu pomidor, mana katta bo'lishdan oldin, mana bu tagini bir marta chopilar ekan. Undan keyin chopib bo'lgandan keyin katta bu mamlaqang bo'ylari o'sgandan so'ng mamlaqanga kaltak tirash kerak ekan yoki shox ham tashsa bo'lar ekan. Hozir uni ham ko'rsataman. Undan so'ng kaltak tiraganingizdan so'ng mana bu taydagi mana mamlaqangi barglarini uzib tashlash kerak ekan. Mana uzilgan, ko'ryapsizmi? Endi bundan tashqari yana bu pomidor hozir bo'yi kaltaroq, yana o'sadi. Mana bu yerga o'sgandan so'ng yana buni baylash kerak ekan. Ya'ni har bitta pomidorni kamida 2 ta yoki 3 ta joydan baylab chiqilar ekan. Sabab shamolda yiqilmasligi va o'sha yerga tegib pomidori chirib qolmasligi uchun shunaqa ishlar qilib chiqilar ekan. Endi bundan tashqari yana bu pomidorga dori sepish ham juda ko'p marta dori sepilar ekan. Keyin bundan tashqari yana har o'sha pomidorni termoqchi bo'lganingizda suv qo'yar ekan. Endi meni hali bu tajribamdan o'tgani yo'q. Men hali bilmayman. Lekin hozirdan his qilyapmanki, pomidorni o'sha mehnati ko'pligini hozirdan his qilyapman. Hop, nimaga desangiz, mana meni pomidorlarim hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda kartoshkalarim, mana kartoshkalar zo'r bo'ldi. Va mana meni pomidorlarim, xudo xolasa, mana bo'ylari o'sib, gullab, dastlabki mevalarni ham mana tukkan. Mana ko'rlaymi? Mana shu yerda va bu tomonda mana. Mana men hozir yoniga shox qo'yib chiqdim. Ya'ni mana shu shoxni baylab, buni chopib, olib kelmay shoxni qo'yishdan o'zi ham ancha energiya talab qilar ekan. Mana mabitlarni chopib, tagiga mana turpoq uyganman. Ya'ni bu pomidorda bir marta shunchaki chopib chiqildi. Nima ekkandan so'ng keyin suv qo'yildi va endi nami qurigandan keyin, suv qurigandan keyin endi yana bir marta tepasi, ichi chopilib, endi tagiga mana bunaqa qilib mana turpoq yuyilyapti mana. Endi yechyaptiki, asosiysi ya'ni o'sha dorilarni sepib turish kerak ekan. Nisbatan vaqtni ko'p olar ekan, mehnati ko'p ekan. Endi daromad jihatdan-chi, ya'ni soqqa jihatdan-chi desak, qani ko'ramiz, kartoshka yaxshimi yoki chisnok yaxshimi yoki pomidor yaxshimi ko'ramiz. Agar daromadi kartoshkaniki bir xil bo'lsa, kartoshkaniki bilan bir xil bo'lsa yoki jinni ko'proq bo'lsa ham kartoshka ekkan yaxshi ekan. Nimaga degan savolga mana sizlarga. Mana kartoshka, kartoshkani endi aybga buyurmaysizlar. To'g'risi, agar pomidor ekib, dehqonchilik qilayotganlar, ustasi bo'lib ketganlar, har yili shu sohani egallaganlar bo'lsa muammo yo'q, yoki ishchi kuchi ko'p bo'lsa muammo yo'q. Men endi buni bilmayman, balki mana bu videoni kimdir ko'rib pomidorni maqtar, bilmayman. Mana kartoshkani ekasiz 100%, ya'ni 99.9% hammasi ko'karib chiqar ekan. Sabab bilasizlar, kartoshkani tugunagi katta, undan tashqari tugunagida energiya ko'p, unib chiqish foizi o'ta yuqori. Pomidorda bo'lsa, pomidorda men bir marta ekib chiqqandan so'ng yana 100 ta olib kelib 2 marta ekdim. Ya'ni jam bo'lib 3 marta ekib chiqdim. O'sha qurigan joylariga ekib chiqdim. Kartoshkani esa mana hammasi 100% qaranglar. To'liq ko'karib chiqqan. Bundan tashqari bir marta chopasiz ekan, kartoshkani tagiga turpoq yo'yasiz ekan, suvni qo'yasiz ekan. Bo'ldi, suvni qo'yib tursangiz, oxirida kavlab olsangiz bo'ldi ekan. Uncha dorilar ham ko'p sepilmas ekan, qarov kamroq bo'lar ekan. Bitta tomoniki, kartoshkani ekayotganingizda mehnat kamligi payti, ya'ni hali bog'dorchiliklarda ishlar boshlanmagan paytda ekilar ekan.
Pomidor bo'lsa, rosa mana atrofida o'tlar o'sgan, bog'roqlar ko'kargan, mehnat ko'p paytga to'g'ri kelar ekan. Endi bu bilan men pomidor ekmanglar demoqchi emasman, ya'ni buni umuman targ'ibot qilmoqchi emasman. Ya'ni agar kimdadir vaqti kamroq bo'lsa, davlat ishida ishlasa menga o'xshab yoki birorta bir korxonada ishlasa, xususiy tashkilotlarda ishlasa, ertalab kechki payt qaragani vaqti bo'lsa, o'shanda ham har kun emas, shunda kartoshkani ko'proq eksa bo'lar ekan. Pomidorga kelsak, jiddiy mehnat talab qilar ekan. Lekin agar ozgina ekilsa, balki eplasa bo'lar. Bu meni albatta shaxsiy fikrlarim, chunki men oldin ham aytib o'tganman. Umrimda birinchi marta shaxsiy o'zim dehqonchilik qilyapman. Peshonalarimdan, mabitlarimdan terlar oqayotibdi. Mehnatga nima yetsin? Sog' bo'linglar, Xudo xolasa pomidorlar pishganda yana video qilamiz. Ungacha yana bir video qilamiz, Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlab turinglar, sog' bo'linglar.